Nima uchun O'zbekistonda ko'chmas mulkka investitsiya qilish juda ham keng tarqalgan? Xitoyda fond bozori yoki Yevropa, Amerika fond bozoriga nimaga odamlar qiziqmaydi? Bunga targ'ibot yo'q. O'zbekiston fond bozorini ham rivojlantirish uchun xalq qanaqa harakat qilsa bo'ladi? Kompaniyalarda hisobotlari, boshqa narsalar juda ko'p kamchilik bor. Umuman Nurmuhammad Ismoilovni o'zi fundamental tahlilni afzal ko'radimi tradingda yoki texnik tahlilni? Bozor faqat pastga qarab ketadi-da, keyin hammasi savol. Farqiga bozor nima tushib ketdi? 100% texnikka qarab turib ishlayman desa, sal qiynalishi mumkin. Arzimaga summa tiqmaydi-da, 20 ming dollar, 30 ming, 60 ming dollar ham tiqishib olgan. 100 minglab tiqishib olgan ko'rmagan odam edi. Uyga bog'liq bo'lgan holatda mana 2008-yil housing bubble bo'lgan, o'sha uy bozorining qulashi bilan katta anaqa bo'ldi. Tumanlar tarqaladi, tushuncha paydo bo'ladi, keyin qo'rqmasdan yurib ketishadi. Amerika masalan faqat urushga kirib ketayotgan bo'lsa, qilmaslik kerak. Passiv investitsiyalar ham aktiv. Mana shu ikkita holatdan tashqari